Suv bormi deydigan olyapti. Suv poddavleniya mana oqib yotibdi. Gaz bor, svet bor. 50 sotik 10 ta xonasi bor. 37 ming kami bor. Bitta otam qo'shib berar ekanlar. O, mana otam turibdi. Turkmanning qora bayri otni o'zi bir 50 ming dollar chiqadi. Qurilishi o'ziga bir 20 ming dollar ketgan. Mana shu joy pul zararligidan garit o'shanga arzonga berib yuboryaptilar. Bu yoqda 5 ta xona, bu yoqda 4 ta xona. Toshkent viloyati. Shunda mana orqasida Ohangaron trassasi, Rohatli postiga 25 kilometr chiqadi. Shunda yuqori Chirchiqdan o'tgan, o'rta Chirchiqdan o'tgandan keyin, ya'ni Betonga ham yaqin Boltali degan mahallasi ekan. Ha? Bolg'ali degan mahalla. Gaz, svet, suv bor. Katta ko'chagacha shu yerdan 1 kilometr svet bor. Orqada 3 gektar yaylovi ham bor. Hujjatida 12 sotik ekan, kelishtirib berib yuboraman deyaptilar. 37 ming kami bor ekan. Qo'yliq ham yaqin, hamma yoq yaqin foydalansanglarchi mana. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, kam bo'lmaysizlar. Sizlarda ham uy joyinglar bo'lsa, tepada nomerlarim. Sotilguncha zakat olguningizgacha xizmat qilamiz. Katta hovlilaringlar bo'lsa sotish kerak, o'rniga 2-3 ta kichkina olish kerak. Foydalanib qolinglar. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, tez kunlarda 200 mingta bo'lib qolamiz. Osh beramiz, kelarsizlar. Sog' bo'linglar, ketdik.